Bugungi obzordagi modelimiz Isuzu NTR 90 modeli. Havo tormozdek, hamma bilasizlar. Bu taroziga 5 tonnaliklar ichida eng katta tarozidan o'tayotgan model. Ya'ni yuk ko'tarish qobiliyati toza 5 tonna deb aytiladi. Masalan, ko'chadagi Isuzuchilar 7,5 tonna deydi. Akalar, bu modelni sizlarga maslahat berishim sababi mana qish kunlarida zapravkalarda bilib turibsizlar, gazli mashina batamom to'xtagan. Hamma salyarkaliklar ko'chada yuribdi faqat. Masalan, bir joyga boradigan odamlar 2 barobar narx bilan salyarka bilan borishyapti akalar. To'g'ri, gaz bilan salyarkani orasida unaqa katta razlika yo'q, salyarka qoplamaydi degan akalar. Biz o'zimiz hisoblab chiqdik. Faktiski mana kommentariyada yozib ketinglar, qancha razlika o'ynaydi gaz bilan salyarkalik. Masalan, zapravkasida, ya'ni men hisoblashim bo'yicha 300 ming 400 ming razlika o'ynayapti xolos. Bu degani salyarka ham qoplayapti akalar. Yo'lini qilgan yana arzonroq qilyapti akalar. Shu modelni tek xarakteristikasini aytib o'tib ketaman. Yuk ko'tarish qobiliyati toza 5 tonna, 155 ot kuchi, yaponskiy dvigatel o'rnatilgan. Ya'ni yuk ko'tarish qobiliyati 5 tonna bo'lgani bilan buning bordi uzunligi 540, eniga 215 va bo'yiga 2 metrni tashkil etadi. Shunda umumiy 24 kubani tashkil etadi. Havo tormozdek 140 litr bak hajmiga ega. Rasxodi yuk bilan hisoblaganda zavod eslaridan chiqarmagan, har doim yuk bilan hisoblaydi. Yuk bilan rasxodi 16 litrni tashkil etadi. Bu hisoblangan akalar. Shofyor akalar ham biladi o'zi haydaganda. Bunga gaz qo'ysanglar bo'ladi, propan qo'ysanglar bo'ladi, nima qilsanglar bo'ladi, farqi yo'q akalar. Maksimal lekin dizelda yurishga harakat qilinglar, o'z kuchini yo'qotmaydi mashina. Akalar, bu va boshqa modellarimiz bor, gazli modellar bor, Isuzu NPR 82, 75 modelimiz bor, Samasval modelimiz bor. Modelimiz ko'p akalar, maksimal darajada aloqaga chiqinglar. Akalar, ming bor uzr, ko'p kishi telefon qilyapti, Isuzuga qiziqish bildirganlar ko'p akalar. Ulgurmayapman men ham, to'g'ri tushuninglar. Telegram bor, nomer bor, shunday yozib qo'yinglar akalar. Maksimal darajada hammaga javob berishga harakat qilaman akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Isuzu Expert, ya'ni Umar bo'ldim. Akalar, sizlarni avtosalonimizda ham kutib qolamiz. Maksimal darajada akalar xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fortis Motor.